Kasbiy ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, yoshlarni amaliy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biriga aylangan. Ayniqsa texnikum va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish bu boradagi samaradorlikni yanada oshirmoqda. Ana shunday hamkorlik doirasida Oqqo'rg'on tuman birinchi son texnikumida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bilan hamkorlikda qator tadbirlar tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi 158-sonli farmoni ijrosini ta'minlash, universitet va texnikumlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish maqsadida Oqqo'rg'on tuman birinchi sonli texnikumida qator tadbirlar tashkil etildi. Ulardan biri o'quv maskanida o'quvchilar uchun yaratilgan Tweet Lab o'quvxonasining rasmiy ochilish marosimi. Ushbu o'quvxonasida ta'lim oluvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, eng so'nggi rusumdagi o'quv jihozlari o'rnatilgan. Bundan tashqari texnikumimizga TATU tomonidan 450 nomli kitoblar taqdim etildi, sovg'a qilindi. Bu kitoblarimiz bizning o'quvchilarimizning kelajakda yanada bilimini oshirishga va dunyo miqyosiga chiqishi uchun kattakon zamin yaratadi. Shu bilan birgalikda tadbir doirasida rahbar va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etilib, unda yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglandi. Ochiq muloqot davomida ularni kasbiy rivojlantirish hamda zamonaviy IT yo'nalishlariga keng jalb etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tomonidan texnikum o'quvchilari o'rtasida kompyuter grafikasi va dizayn, raqamli axborot bilan ishlash hamda dasturlash yo'nalishlarida olimpiada va hakatonlar o'tkazildi. G'oliblar sertifikat, esdalik sovg'alari hamda Coursera platformasidagi o'quv kurslari uchun maxsus vaucherlar bilan taqdirlandi.